Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar uchun hamyonbop blenderlarni olib qo'yganman. Ko'rib turganingizdek o'zining ichidan kofe mo'lkalari chiqadi. Juda sifatli, ancha payt xizmatlarni qiladi. Buni narxini sizlar uchun 333 ming qilib qo'yganman. Nimaga har doim mayda ili arzon narsa qo'yyapsiz deganlar uchun hozir ko'pchilikda har xil sharoit bor. U odamlarni o'ylagan holda arzon narsalar qo'yib boraman. Agar bizga qimmatchiroq narsalaringiz ham ko'rsating, qimmat kattaroq narsalaringiz bormi desanglar, kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni bildirsanglar, menda hamma istalgan turdagi maishiy texnikalarim bor. Har xil brenddan 30 dan ortiq brendlar bilan shartnomam bor. Xohlagan brendingizdan xohlagan mahsulotlarni olib kelib bera olaman. Hamyonbop narxlarda men nima desam, bekitib o'tirmayman, faqat sizlarni o'ylayman, faqat sizlarga foyda bo'lsin deyman emas. Sotosanglar meni cho'mchingizga foyda, sizlarning ro'zg'oringizga foyda tomonini o'ylab, o'rtamiyoni olib boraman. Bu pastdan nomerlarimni qoldiraman. Aloqaga chiqsanglar.